Assalomu alaykum, hurmatli Vatanimiz kanali obunachilari va kanalimizda mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan o'zimda yem xonamdan video syomka jarayonlaridan boryapmiz. Hozirgi videomiz yem narxlari haqida bo'ladi. Bugungi sanamiz 9-fevral, haftaning dushanba kuni. Har doimgidek lokatsiyani tushuntirsam, bu taraf Qo'qon tarafdan kelaverish. Mol bozordan o'tgandan keyin 1 kilometrdan keyin bag'i Beshariq shahriga kirib ketaverish, Vatan qishlog'ida joylashgan. Beshariq ana Gambek ko'kiga yetib bormasdan Vatan qishlog'ida joylashgan yemxonamiz. Yemlar narxini bir boshdan tanishtirib ketaveraman. Birinchi mana tarozimizda aytib qo'yik. Mal tarozi xizmati bor. 5 kilometrgacha 100 ming so'm. 5 kilometrdan ag'i masalan 7 kilometrgacha 100 ming. Uzoqlarga, Andarxon, Rabxonlarga 150 ming so'mga boryapmiz. Bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham, uchta bo'lsa ham, uchtagacha tortib olaverasizlar. Bitta uyda bo'lsa bo'ldi, bitta xonadonda bo'lsa bo'ldi. Kilosi to'shni, faqat grammni ko'rsatmaydi, kiloni ko'rsatmasdan 64 kilo bo'lsa 64 kilo ko'rsatadi. 64 kiloyi 400 bo'lsa ham 64 kilo, 64 kiloyi 600 bo'lsa 65 kilo ko'rsatadi. Endi narxlar bilan bir boshdan tanishtirib boraveramiz sizlarni. Birinchi mana silosda aytib qo'yish, silos qaranglar. Qoplari to'la quruq, vobshe zo'r. 20 kiloligi 21 ming so'mdan uylaringizga yetib boradi. Kesilning shetdan ham beraveramiz, bir qop, ikki qop. 20 qop, 30 qop bo'lsalang 5 kilometrgacha bepul tashab qo'yamiz. Agar ko'proq olayotgan bo'lsangiz 50 qop, 60 qop olayotgan bo'lsangiz 10 kilometrgacha bepul dastavka qilib beraveramiz. Hozir yamadan ham bir qator ko'rsatib qo'yaveramiz sizlarga. Mana hurmatli obunachilar, silos yamamizni ochganimizga hech qancha bo'lgani yo'q, lekin ancha ichkari kirib ketdi, ko'ryapsizlarmi? O'ta zo'r holatlari konkret chiqyapti. Qoplarni ham qaranglar, to'la. Rangi ham juda chiroyli, novot rang. Qaranglar qopini, to'la. 3 zo'rg'a bo'ylangan. Hech qanaqandan ham suv yo'q, 20 kilodan qoplanyapti. Agar zakazga bo'lsa 18 kilodan qoplab beraveramiz. 18 kilosi 19 ming so'm. 20 kilosi 21 ming so'mdan uylaringga yetib boradi. 20 ta olsalaring 5 kilometrgacha tashab qo'yamiz. Agar 50 ta 60 ta olsalaring 10 kilometrgacha dastavkamiz mutlaqo bepul. Holatlari ideal silosda. O'ta zo'r, o'ta chiroyli holatda, bir dona ichida bozlangani yo'q. Holatlari shikana toza, mana shundan bitta ochib ko'rsatay. Kunda 4 ta bola obeddan keyin har kun kelib qoplab uspet qilmayapti bori. Hozir ham bugun ham dastavkamiz bor. Rabqonga, Novkatga chiqaveramiz. Hozir obeddan keyin bolalar kelsa, yuklovchi bolalar. Ular yuklab beradi, o'zim olib beraman. Buni qarang, mana donini. Mana sota potasi bilan turibdi. Donni qarang. Ezilib ketgan o'zi. Mana bunday qilsa ezilib ketadi, ko'ryapsizmi? Mana makka. Bunday qilsa ezilib ketadi. Hech qanday molni ichidan tirik o'tmaydi u. Makkalar ham singan. Mana shu o'zi qancha makka bor? 100% donli silos. Hech qanday 1 gram suv yo'q. Rangini qarang, buni rangini tanaqlagani. Novot rang. Molga rosa yo'qiydigan holatda. Manzilimiz o'sha Qo'ziqo'rg'onda. Agar priyomoy kelib shetdan olmasangiz, Qo'ziqo'rg'onda. Agar yemxonaga vatanga borsalang, yemxonada ham istaganingcha olib ketishingiz mumkin. Agar uyimgacha olib kelib bering desangiz, 20 ta nosh olsangiz 5 kilometrgacha, o'sha aytgandek 50 ta 60 ta olsangiz 10 kilometrgacha bepul tashab qo'yamiz. Ko'pchilik oldi, mana kommentariyada olganlar yozaversin, silosni qanaqaligini. Rabqonga, Chimboyga, Beshariqga, Tashariqqa, ko'p joylarga 50 ta 100 tadan juda ko'p tashab keldim. O'shalar o'zi olganlar biladi. Bir marta olganlar yana qaytib kelib olyapti. Mana shu nomerlarga, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Siloslarimiz soni cheklanmagan, xudo xolasa. Faqat ozgina sekin, masalan, bugun obeddan keyin aytgan bo'lsangiz, bugun obeddan keyin bo'lmasa ham ertalab olib berishimiz mumkin, lekin tashab qo'yamiz. Chunki uspet qilmay qolyapmiz. Holatlari ideal. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana siloslarimizni ko'rsatib oldik. Endi bir boshdan yemlar narxi bilan tanishtirib boraveraman. Ko'rimlarimiz bor, qaranglar. Admiral ko'rim. Eko, ekonom, klassik. 3 xil admiral ko'rimlarimiz bor. 130 ming so'm. Universal buzoqlarga ham tushiradi, tovuqlarga ham, otga ham, qo'yga ham, nimaga bo'lsa bersalar ham bo'laveradi buni. 130 ming so'm. Mana sigirlar uchun sariq qoplisi bor. Ekonom deb yozilgani. Bunisi 140 ming so'm. Mana bu yashil klassik 145 ming so'm. Kelaverasizlar 10 qopgacha olsangiz ham buni ham dastavka qilib beraveramiz. Kamroq bo'lsa kelib turib yemxonamizdan bemalol olib ketishingiz mumkin. Keyin
Raps shirotlarimiz bor. Chempionidan qaranglar mana. Chempion deb yozilgan. Bu FK emas. FK arzon yuradi, bilasizlar. Bu chempionidan. Qozog'iston, toza Qozog'istonniki. Qaranglar. Sho'lxa degan narsa bo'lmaydi bu rapsda. Proteini 40% dan yuqori. Sigirlar uchun rosa aytadi. Kerak bo'lsa kunjaradan ham ko'ra effekt kuchli sigirlar uchun. Aloqaga chiqarsizlar 5600 so'mdan raps shirotlarimiz. Kunjaralarni boshlasak, kunjaralarimiz mana. Ranglari tiniq, holatlari ideal, ko'ryapsizlarmi? Mana rangini qanday ko'rsatsam bo'lasizlarga. 5900 so'mdan mana shu tayyor qoplisi 35 kilodan bo'ladi qopida. 5900 so'mdan. Ko'proq olsang 2 kilo 300 kilo olsang dastlabki qilib beraveramiz. Keyin Samarqand kunjaralarimiz va quruq kunjaralarimiz 6300 so'mdan. Danakli, rakushkali, holatlari zo'r. Tayyor qopda qoplanganlari ham bor. Aloqaga chiqarsizlar. Quruq kunjara 6300 so'm. Keyin yog'li yangi yo'l kunjaralarimiz kelgan mana qaranglar. Va yerda hozir 40 tonna yukimiz bor. Cheklanmagan miqdorda aloqaga chiqarsizlar. Tonna olsang 500 kilo olsang, eng kam 500 kilo 400 kilo olsang dastlabki qilib beramiz. Undan kamiga dastlabki qilib beramiz, lekin narxlarimiz 6,5 mingdan yangi yo'lda kunjarasi. Eng chempioni bu. Yog'li kunjaraning eng zo'ri. Juvos-buvosga almashtirmaydi. Yangi yo'lda ham katta shapalaq chiqadigan joylari bor, lekin ular juvos. Bu toza zavodniki, o'sha eski yangi yo'l yog'li kunjarasi. 6,5 ming so'mdan. Keyin mana bunaqa drabilkadan maydalab ham beryapsiz. Lapatka kurak kerak bo'lsa ham kelaverasizlar. Mana faqir tog'ora, moqashlag'ich nima kerak bo'lsa kelaverasizlar. Molda bo'yniga zanjirlarimiz bor 20 ming so'mdan. Molni bo'yniga qo'shib qo'ysaling zo'r. Bemalol o'zini qashlaydi. Nuqta arqonlarimiz, hamma narsamiz bor. Unlarimiz 220 ming so'mdan, 25 kilolariga 110 ming so'mdan. Keyin mana bunaqa drabilkalarda chiqarib beryapmiz. Drabilkalarimiz ham sotuvga ham olib kelib qo'yamiz, xudo xohlasa. Drabilkadan chiqarilgani ham 6,5 ming mana. Tabiga ko'ra chiqarib beraveramiz. Siloska sepaman deganlarga mana shunday drabilkadan o'tkazib beramiz. Agar shunday o'tib beraman deganlarga mana bunaqa kattasidan qoplab olib beraveramiz. Kesalang qoplarimiz mutlaqo bepul, faqat bir qop to'la olishing kerak. Keyin kepaklarimiz Vatan o'z nomidan kesalang 85 ming so'mdan Admiral kepaklarimiz bor. Keyin O'zbekiston o'zgacha nomli kepaklarimiz bor. Muchkalarimiz 120 ming so'mdan. Keyin sodalarimiz bor mana. Non soda 10 ming so'm, kalsiy 5 ming so'm. Vilafoslarimiz bor. Vilafoslar bugun katta partiyada kelyapti. Qo'ylarga ham, buzoqlarga ham uni kelsa alohida obzor qilamiz. Ideal korumlarimiz bugun yetib keladi, xudo xohlasa. Rangini qaranglar, kunjarani tiniqligini. Bunday kunjarani anchadan beri ko'rmagan bo'lsa kerak. Chunki zavodi buni yaqinda ishladi. Yangi yildan keyin zavod to'xtab qolgan edi. Mana paxtalarimiz bor 3200 so'mdan. Ishlab chiqarishga ham tushaveradi, mollarga ham toza. Keyin mana bu sigirlarda probkasidan bor. Sigirlar probkasi 240 ming so'mdan narxlari ko'tarildi. 50 kg qopda 4800 so'mdan tushadi. Sutini 4 litr, 5 litr beradigan sutini 7 litrga chiqaradi. Agar 6 litr, 7 litr bersa 10 litrga chiqaveradi. 50 kg qopda BDK fit. Termalar rosa o'rgandi. 240 ming so'mdan 230 ming so'm sotdik. Bu partiya ozgina baland keldi. Mana buqalardagi. Keyin ideal kolumlarimiz bor. Xudo xohlasa hozir sigirlar bilan buqalardan bor mana. Bugun yangi partiya yemlar kelyapti. Xudo xohlasa ertaga kelsa chiqaramiz. Buqalardagi 230 ming so'm, sigirlardagi 245 ming so'm. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Dastavka xizmatimiz bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammalaringga, chorvalaringga Alloh baraka bersin. Chorva boqinglar, chorvada baraka bor.